Undan ham portlash bilan qolishmaydigan granata sotib olamiz. Naqd 5 ta berishar ekan. Ha, ichda qizdirmay ketgur. Agar bu 5 ta granata menga 200 tadan oshiq blok to'plashga yordam bermasa, men minusda. Lekin yaxshigina portladi. Naqd 100 ta blok. Granatachilar o'z pulini oqladi. Endi bemalol TNT 40 ni sotib olishimiz mumkin. Mahsulotimizni sotib olganingiz uchun rahmat. Biz xaridorlarimiz hayotiga javobgar emasmiz. Tushunarli, bu 40 meni parchalab tashlaydi. 40 ni tekshirib ko'rish vaqti yetib keldi. 1, 2, 3. Yo'q, hozircha tirikman. Bloklardan farqli ravishda hozircha meni portlatmayapti, lekin yaxshigina bloklarni portlatyapti. Bir necha soniyada 300 ta blok to'pladik. Keyingi mega 40 uchun esa bizga 500 ta blok kerak. Faqat tushunmaganim har safar har xil portlayapti. Bir qarasang bitta chakni yo'qaveradi, bir qarasang ikkita blok. Haqiqiy labirint qurib tashladim-ku bu yerda. Nima bo'lganda ham 40 o'z nomini oqladi. Endi borib bundan ham zo'rini sotib olamiz. Men 500 ta blok bilan qaytdim va bu safar 40 ni sotib olgan bo'lardim, lekin bu oldin, yo bu mingta turar ekan. Bu esa umuman bu o'zi qancha turadi? Bu narsani nomi multiplikator. Ya'ni sen oladigan bloklarni 2 barobar ko'paytiradi. Narxi esa 5000 blok. Zo'r narsa, lekin hozircha cho'ntagim ko'tarmaydi. Shuning uchun biz mana bu gigant 40 ni olishga majburmiz. Oho, gigant 40 ni sotib olganing uchun katta rahmat. Gigant 40. Hoziroq buni borib tekshirib ko'rish kerak. Qani ko'raylikchi, sen nimalarga qodirsan? 1 2 3. Wow, mana buni tushunaman, kovlash desa, bu bilan bemalol 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta blok to'plasa ham bo'ladi. Shuning uchun ham kovlashni boshladik. Skelet, senga nima kerak, a? Balki sen gigant 40 ni zarbasidan tatib ko'rmoqchi dursan. O, moblarni uryapti ishlarga. Undan sen menga keraksan. Qani kovla. Nimjon ekan. Endi kovlangan bloklarni sekin yig'ishtiramiz. 1000 ta, bizning balansimizda allaqachon 1000 ta blok bo'lib ketdi. Shunday qisqa vaqt ichida 1000 ta blok to'pladik. Keyingi 40 ni sotib olishdan oldin biz birinchi bo'lib mana buni sotib olamiz. Bu o'zi zo'r narsamikan yoki 40 ni sotib olgan yaxshiroq bo'larmikan? Obbo, mana bu ajoyib 40 2000 turar ekan-ku. Men 1000 deb o'ylagandim. Bu esa bu yerda nollar ko'plik qilmayaptimi? Bu 40 million turar ekan. Tasavvur ham qila olmayman. Million blok turadigan 40 nimalarga qodir? Unda bu 40 yo'q, bu 500 ming turadi. Mana bunisimi o aytgancha bu chaqmoqli ekan, olovli emas. Mana bu yerda ham ajoyib 40 lar bor ekan. Mana bunisi ham menga juda yoqyapti. Shuni ham albatta tekshirib ko'rishimiz kerak. Faqat men uchun hozir ozgina qimmatli qiladi. Ha, ozgina. Bu 40 ga pulimiz yetmas ekan, yagona yo'l qolyapti bu meni ishlatish uchun. Bu ham bo'lsa mana bu 40 ni sotib olish. Men tushunishim bo'yicha bu bizga passiv bloklar olib keladi. Ya'ni shunchaki bloklar olib kelib turadi va tepada nimadir paydo bo'ldi. Endi mening balansimga har soniyada 10 tadan blok qo'shilyapti. Men senga ko'prog'ini aytaman. Bunda yana sotib olsa bo'ladi. Hali kongacha ham yetib kelganim yo'q, lekin menda allaqachon 400 ta blok bor. Bu bizga keyingi 2000 ta blok turadigan 40 ni olishga ajoyib yordam beradi. Bu ketishda 2000 ta blok to'plash hech qanaqa muammo bo'lmaydi. To'g'rimi, Creeper? Va 2000 ta blok. Hattoki shuncha bloklar ham multiplikatorni sotib olishga yetmaydi. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Biz axir mana bu 40 ni olmoqchi edik-ku, to'g'rimi? Yana bitta olsak bo'ladi. Ajoyib 5 ta konchi. Tabriklayman, boshqa bo'lmaydi. Nega? Atagi 5 tami? Ha, mayli. Endi biz hech bo'lmaganda cheksiz granata sotib ola olamiz. Mol olganda g'o'ya yaxshidek. Faqat ozgina xavfli. Cheksiz granatalar zarbasi. To'xtamaymiz. Bunaqalar hali menda ko'p. Hamma yerni portlatib tashlash vaqti keldi. Hop, 4000 blok, 4000, 4600. Hozir 5000 bo'ladi. Qani 5000 bo'ladimi? 5000 ga yetmadi. Bu yerda katta konvorga o'xshaydi. Bloklar bizda 7000 bo'lib ketdi. Va nihoyat mana bu yerda to'g'irlash vaqti yetib keldi. Ha, 40 olish vaqti deb o'ylaganmidinglar? Yo'q, mana shu yer to'g'irlash vaqti. Shuki men charchadim. Endi esa bemalol mana bu 40 ni sotib olamiz. Granatalar qayerdan keldi? Afsonalarda aytilishicha, shaxsan Zevsning o'zi bu 40 bilan chaqmoqlarni kovlagan ekan. Bu qanchalik to'g'ri ma'lumot sotuvchi? Bilmadim, rostdan ham, lekin 1-2 marta ishlatgandim.